Men turmushga chiqqanimda hayotim juda oddiy, hatto biroz zerikarli ham tuyulgan edi. Har bir qiz kabi men ham yangi uyga kirganimda katta orzular qilganman. Hammasi chiroyli bo'ladi, hamma meni yaxshi ko'radi, erim bilan baxtli yashayman deb o'ylaganman. Lekin hayot men o'ylaganimdek tez va oson kechmadi. Erim kamgap, oz ichiga kirib ketadigan inson edi. U meni yomon ko'rmasdi, lekin his-tuyg'ularni ham ochiq ko'rsatmasdi. U ertalab ishga ketardi, kech qaytardi, ko'pincha charchagan bo'lardi. Men esa yangi kelin sifatida uyda o'zimni begona his qilardim. Hamma ishni to'g'ri qilishga harakat qilardim, qaynonamning ko'nglini olishga urinar edim, uy ishlarini tartib bilan bajarardim, lekin baribir ichimda qandaydir bo'shliq bor edi. Shu uyda eng ko'p e'tiborimni tortgan inson qaynotam edi. U oddiy odamga o'xshamasdi. Uning yuzida doimo jiddiylik bor edi, lekin bu sovuqlik emasdi. Aksincha, uning ko'zlarida hayot tajribasi, og'ir kunlarni ko'rgan insonning sokinligi sezilib turardi. U kam gapirardi, lekin gapirganda hamma uni tinglardi. Uyda hamma uning fikriga hurmat bilan qarardi. Dastlab men undan biroz tortinardim. Axir u qaynota edi, oilaning kattasi, hurmat qilinadigan inson. Men ko'zini ko'p tikib qarashdan ham uyalardim. Lekin vaqt o'tgan sari men uning xarakteridagi boshqa jihatlarni ko'ra boshladim. U hech qachon hech kimni kamsitmasdi. Agar uyda janjal chiqsa, u ovozini ko'tarmas, balki hammani tinglab, sokinlik bilan gapni hal qilardi. Unga qaraganda odam o'zini xotirjam his qilardi. Bir kuni men oshxonada yolg'iz edim. Ertalabdan beri ko'p ish qilganim uchun biroz charchagan edim. Choy damlab idishlarni yuvayotgan paytimda qo'limdan chinni kosa sirgalib tushib ketdi. U yerga tushishi bilan mayda bo'laklarga bo'linib ketdi. Yuragim gup etib ketdi. Chunki bu uyda tartib va ehtiyotkorlik juda muhim edi. Men esa yangi kelin sifatida hali ham hamma narsadan qo'rqardim. Ichimda qo'rquv paydo bo'ldi. Endi nima bo'ladi? Qaynonam jahli chiqadi, meni yomon ko'radi. Men tezda bo'laklarni yigishga tushdim, qo'llarim titrar edi. Shu payt oshxona eshigi ochildi. Qaynotam kirib keldi. Men birdan to'xtadim, boshimni egdim. Yuragim tez urardi. U bir muddat jim turdi. Men esa uning reaksiyasini kutardim. Tanbeh beradimi, jahli chiqadimi bilmasdim. Lekin u hech narsa demadi. Sekin egildi va siniq bo'laklarga qaradi. Keyin sokin ovozda dedi: "Hech narsa bo'lmadi. Ehtiyot bo'ling faqat." Shu oddiy gap meni hayratda qoldirdi. Men jazoga tayyor edim, lekin uning ovozida na gazab, na nafrat bor edi. Aksincha, tushunish bor edi. U menga yordam berib, bo'laklarni yigishtirdi va chiqindi idishiga tashladi. Keyin yana menga qaradi. "Charchagan ko'rinasiz, dam oling", dedi u. Men hech narsa deya olmadim. Faqat bosh silkidim. Lekin ichimda nimadir o'zgardi. Bu oddiy mehr edi, lekin men uchun juda katta narsa edi. Chunki men bunday muomalaga o'rganmagan edim. Men doimo tanqid va talab ichida yashab kelgandek edim. Shundan keyin men uni boshqacha ko'ra boshladim. Har safar u uyda yurganida men beixtiyor uning harakatlariga e'tibor berardim. U nonushta paytida sekin choy ichardi, gazeta o'qirdi, ba'zan derazaga qarab uzoq oyga toldi. Uning jimligi ham menga galati ta'sir qila boshladi. Men o'zimni tushunmay qoldim. Bu oddiy hurmat edi, yoki minnatdorchilikmi, yoki boshqa narsa edi, bilmasdim. Lekin har safar u bilan gaplashganimda ichimda galati titroq paydo bo'lardi. Ko'zlarimni tez olib qochardim. Go'yoki u mening ichimni ko'rib qo'ygandek bo'lardi. Bir kuni kechqurun uyda hamma oshxonasiga kirib ketdi. Erim yana kech qaytgan edi. Qaynonam esa televizor ko'rib o'tirardi. Men oshxonani yigishtirib bo'lib, choy ichish uchun stolga o'tirdim. Uyda sokinlik hukm surardi. Faqat soatning tiqillashi eshitilardi. Qaynotam mehmonxonada gazeta o'qib o'tirardi. Men uni beixtiyor kuzatdim. U juda sokin edi, lekin o'zida qandaydir og'irlik bor edi. Go'yoki u ko'p narsani boshdan kechirgan, lekin hech kimga aytmagan odamga o'xshardi. Shu payt u birdan menga qaradi.
Men tezda Kozimni olib qochdim. Yuragim tez urib ketdi. Nega bunday bo'ldi, o'zim ham tushunmadim. Men o'rnimdan turib ketmoqchi bo'ldim, lekin u gap boshladi. Bu yerda o'zingizni qanday his qilyapsiz? Men hayron bo'ldim. Bunday savolni kutmagan edim. Bir necha soniya jim qoldim. Yaxshi odatlashyapman, dedim sekin. U boshini yengil silkidi. Yangi joy qiyin bo'ladi, dedi u, lekin vaqt o'tadi. Uning ovozi juda sokin edi. Unda hukm ham, talab ham yo'q edi. Faqat tushunish bor edi. Men yana jim qoldim. Shu lahzada men o'zimni juda kichik, juda himoyasiz his qildim. Ichimda qandaydir iliqlik paydo bo'ldi, lekin shu bilan birga qo'rquv ham bor edi. Chunki men bunday hislarga tayyor emas edim. Men tezda xonamga kirib ketdim. Eshikni yopganimda yuragim hali ham tez urardi. Men o'zimga savol bera boshladim, nega men bunday his qilyapman? Bu oddiy hurmat-ku, boshqa narsa emas. Lekin javob topa olmadim. Keyingi kunlarda men o'zimni nazorat qilishga harakat qildim. Qaynotam bilan kamroq gaplashishga, unga kamroq qarashga urindim. Lekin bu oson emasdi. Chunki u uyda doimo bor edi. Uning ovozi, qadami, hatto jimligi ham sezilib turardi. Men asta-sekin tushuna boshladimki, bu uyda eng sokin inson u edi, lekin eng ko'p ta'sir qiladigan ham o'sha edi. Men o'zimni asta-sekin ichki kurashga tushib qolgan odamdek his qila boshladim. Men bilardimki, bu hislar noto'g'ri tomonga ketmasligi kerak. Men o'zimni nazorat qilishim kerak edi. Lekin yurak har doim aqlga bo'ysunmaydi. Va men buni birinchi marta his qila boshlagan edim. Go'yoki ichimda bir narsa uyg'ongan, lekin uning nima ekanini tushuna olmayotgan edim. Eng yomoni shuki, men bu hislarni hech kimga ayta olmasdim. Na erimga, na qaynonamga, na o'zimga to'liq tan ola olardim. Uy endi menga oddiy uy emas, balki har bir burchagida men sezmayotgan sirlar yashiringandek tuyulardi. Qaynotam esa o'sha sirlarning markazida turgandek edi, lekin u hech narsa qilmasdi. U faqat o'z odatidagi sokin hayotini davom ettirardi. Shunga qaramay, uning har bir harakati meni o'ylantirib qo'yardi. Men asta-sekin o'zimni undan uzoqlashtirishga harakat qildim. Oshxonada u kelganida tezda ishni tugatib chiqib ketardim. U bilan ko'z urishtirmaslikka harakat qilardim. Lekin bu oson emas edi. Chunki ba'zan u oddiy savol berardi yoki biror kichik yordam taklif qilardi. Va men yana ichimda o'sha galati hisni sezardim, aralash hurmat, hayrat va tushunarsiz hayajon. Bir kuni ertalab uyda hamma juda band edi. Qaynonam mehmonlar uchun ovqat tayyorlayotgan, men unga yordam berayotgan edim. Erim esa erta ishga ketgan edi. Qaynotam esa hovlida biror narsa bilan mashg'ul edi. Men derazadan qarab uning qanday qilib eski daraxt yonida o'tirib nimanidir tuzatayotganini ko'rdim. Uning qo'llari mehnatga o'rganib ketgan edi. U hech qachon bekor o'tirmasdi. Men uni kuzatib turganimni o'zim ham payqamay qoldim. Qaynonam ovoz berdi. Chorva qaynamoqda, aralashtir. Men darrov o'zimga keldim va ishga sho'ngib ketdim. Lekin yuragim baribir biroz notinch edi. Tush paytiga yaqin uyda biroz tinchlik bo'ldi. Mehmonlar hali kelmagan, hamma biroz dam olayotgandek edi. Men xonamga kirib deraza yonida o'tirib qoldim. Birdan eshik taqilladi. Kirish mumkinmi? Qaynotamning ovozi eshitildi. Men bir lahza jim qoldim. Keyin sekin javob berdim. Ha. U eshikni ochib kirib keldi. Qo'lida kichik quti bor edi. U xonaga kirgach atrofga qaradi. Bu yerda eski kalitni topib oldim, dedi u, ehtimol sizga kerak bo'lar. Men bosh silkidim. Rahmat. U qutini stolga qo'ydi. Keyin bir muddat jim turdi. Men esa nima deyishni bilmasdim. Bu jimlik meni har doimgidek bezovta qilardi. Siz ko'p yolg'iz o'tirib qolyapsiz, dedi u sekin. Men darrov javob berishga shoshildim. Yo'q, hammasi joyida. U menga qaradi. Uning qarashi odatdagidek jiddiy edi, lekin unda biror bosim yo'q edi.
Yangi joyga o'rganish oson emas, dedi u, o'zingizni qiynamang. Shu gapdan keyin u chiqib ketdi. Men esa uzoq vaqt bir joyda qotib qoldim. Ichimda yana o'sha savol, nega uning oddiy gaplari menga bunchalik ta'sir qiladi? O'sha kundan keyin men o'zimni ko'proq band qilishga harakat qildim. Ko'proq ishladim, ko'proq uy yumushlari bilan shug'ullandim. Lekin baribir ichki tinchlik yo'q edi. Bir kuni kechqurun kutilmagan voqea yuz berdi. Erim odatdagidan ancha kech qaytdi. U juda charchagan, asabiy edi. U uyga kirishi bilan jim o'tirdi va hech kim bilan gaplashmadi. Men unga choy olib keldim. Nima bo'ldi? Deb so'radim sekin. U qisqa javob berdi. Ish muammolari. Men indamadim. Chunki u gaplashishni xohlamayotgani ko'rinib turardi. Shu payt qaynotam ham xonaga kirdi. U erimning holatini ko'rib darrov tushundi. Qiyin kun bo'libdi, dedi u sokin ovozda. Erim boshini egdi. Ha. Qaynotam unga yoniga o'tirdi. Hayotda hamma narsani birdan hal qilib bo'lmaydi, dedi u, ba'zan sabr qilish kerak. Men ularni tinglab turardim. Qaynotamning ovozi yana o'sha sokin, lekin ishonchli ohangda edi. Erim esa asta-sekin biroz tinchlana boshladi. Shu lahzada men yana bir narsani tushundim. U faqat menga emas, hammaga bir xil mehr bilan qarardi. U adolatli edi, sabrli edi, tushunishga harakat qilardi. Shu fikr meni biroz tinchlantirdi. Lekin baribir ichimdagi galati tuyg'u yo'qolmadi. Keyingi kunlar biroz tinch o'tdi. Men o'zimni nazorat qilishga harakat qilardim. Qaynotam bilan kamroq yuzma-yuz kelishga intilardim. Lekin taqdir go'yo meni sinayotgandek edi. Bir kuni yomg'irli kech bo'ldi. Shamol kuchli esardi, uyda elektr bir necha marta o'chib yoqildi. Men oshxonada edim. Birdan butun uy qorong'ilikka cho'mdi. Men bir zumda qo'rqib ketdim. Telefonimni qidirayotganimda kimningdir qadami eshitildi. Qo'rqmang, men shu yerdaman, dedi qaynotamning ovozi. U sham yoqdi. Kichik yorug'lik xonani yoritdi. Men chuqur nafas oldim. Elektr tez orada tiklanadi, dedi u. Men bosh silkidim, lekin hali ham biroz hayajonda edim. U oshxonada biror narsa qidirayotgandek bo'ldi. Siz juda jim bo'lib qolgansiz bu kunlarda, dedi u to'satdan. Men hayron bo'ldim. Yo'q, oddiy ishlar ko'p, dedim. U menga qaradi, lekin bu safar uning qarashi boshqacha edi. Unda savol bor edi, lekin bosim yo'q edi. Agar nimadir sizni bezovta qilsa, gapiring, dedi u, bu uyda hamma bir oilamiz. Shu gap yuragimga tegdi. Men hech narsa demadim. Chunki nima deyishni bilmasdim. O'sha kecha men uzoq uxlay olmadim. Derazadan yomg'ir ovozini eshitib yotdim. Ichimdagi hislar yana chalkashib ketdi. Men o'zimdan qo'rqishni boshladim. Chunki men noto'g'ri narsani his qilyapman deb o'ylardim, lekin aslida bu his nima ekanini ham tushunmasdim. Ertasi kuni ertalab men qaror qildim, men masofa saqlayman. Men o'zimni nazorat qilaman. Men bu hislarni yo'qotaman. Lekin hayot har doim biz rejalashtirgandek bo'lmaydi. Chunki aynan o'sha kuni uyga kutilmagan mehmon keldi. Va bu mehmon hamma narsani o'zgartirib yuborishi mumkin edi.